Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum ko'rsatuvimizning doimiy muxlislari, efirda siz nima deysiz dasturi. Bugun ham yurtimiz taraqqiyoti uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan mavzularni birini ayni lahzalarda siz bilan birgalikda studiyamizga yig'ilgan mehmonlar ila boshlaymiz. Xuddi shunday, bugungi suhbatimiz tarmoq korxona oliygoh uzluksiz ta'lim tizimi mavzusiga bag'ishlanadi. Mavzuni atroflicha muhokama qilish uchun studiyamizga soha mutaxassislarini va turli yo'nalishlarda faoliyat yurituvchi qadrli mehmonlarimizni taklif etganmiz. Eng avvalo barchangizga assalomu alaykum deymiz. Xush kelibsiz. Va dastlab mutaxassislarimizga murojaat qilmoqchimiz. Bugungi kunda suv xo'jaligi sohasida kadrlar tayyorlash tizimi oldida turgan eng muhim vazifalar nimalardan iborat? Qilganimizdek bugungi mavzuyimiz tarmoq korxona oliygoh uzluksiz ta'lim tizimi deya nom olgan. Barchinoy opa, mavzu yuzasidan sizni ham fikrlaringizga quloq tutamiz. Marhamat. Mana haqiqati juda ham bir dolzarb mavzuni ko'targansiz. Bu menimcha o'ylaymanki ozgina yangi tizimlardan bo'lsa kerak deb o'ylayman bu tizimni. Mana tarmoq korxona oliygoh. Bu dual tizim deb ataladi, yanglishmasam. Bunda endi bu tizimda mana biz ozginagina bir savollarim ham bor. Har bir sohada mana shu tizimni qo'llanish mumkin. Hozir oliygohlarda ham mana shu tizimni qo'llab kelinmoqda. Endi men aytmoqchimanki, mana masalan bu tizimda nazariy tomondan bir 2 kun va amaliy 4 kun, ya'ni korxonalarda ishlash mumkin, to'g'rimi? 2 kun masalan o'sha oliygohda o'sha nazariy bilimlarni olish mumkin. Men aytmoqchiman, bu mana shunaqa bo'lganda nazariy bilimlar ozgina kamlik qilib qolmaydimi? Chunki 4 kun bu amaliyot o'taladi bunday qaraganda. Bu masalalar ham bor. Keyin yana bir narsani aytaman. Bu menimcha yoshlarni o'sha nimaga ishsizlikni kamaytirish ham menimcha mana shu tizimning ichida bo'lsa kerak. Ya'ni o'sha nazariya tezroq amaliyotga qo'yib qiziqtirib kelgusida mana shu tashkilotlarda ishlashi mumkin. Masalan, o'sha ana shu tashkilot demak xodimlar ham qiziqish bildiradi-da. Kimda qanday salohiyat bor, sohaga kim qanday qiziqayapti. Albatta, mana o'sha nimadagi, o'sha tashkilotdagi o'sha domlalar deymizmi, o'sha ishchilar bor. Ular ham mana masalan amaliyotchilar bo'lgandan keyin masalan o'zimizga ham keladida bunaqa bir. O'shalarni salohiyatini ko'rib borasiz. Kelgusida o'sha tashkilotda qolishi ham mumkin. Masalan o'sha. Endi masalan qishloq joylarni aytadigan bo'lsak-da, o'sha korxonalar, tashkilotlar yetarlimi? O'sha talabalar uchun yetkazib bera olishadimi? Shu bilan bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Demak, sizlar bilan xayrlashamiz. Yana siz nima deysiz ko'rsatuvda yangi mavzular bahsiga ko'rishguncha omon bo'ling. Sog' bo'ling. Salom.